Salom, grupadagilar, yaxshimisizlar? Mana men erim bilan go'zallik saloniga keldik. Voy, yo'q dadasi bormayman, qo'yavering desam, majburlab yurib olib keldi. Mana o'zi ham mana $300 pul sarflaydigan o'xshab turibdi. Mayli, keyin gaplashamiz-a? Oshnangizni qarang dadasi, xotinini go'zallik saloniga olib boribdi. Oborsa oboraversin, men nima qilay? Turiyongizdan? Voy, ma ko'ylak chiroyliligini qaranglar. $500 ekan, olib beraman deyapti xo'jayinim. Shuni olaymi, oqini olaymi? Voy, dadasi, bo'ng qarang. Oshnangiz xotinining ko'ynaga beribdi. Ha, kiyim surmaydi-yu. $500 ga beribdi-da. Mana o'zingizni ko'ryapsizlarmi, grupadagilar? Hozir dadamni sovg'a qilib olib ketdi. Voy, yo'q, qo'yavering, 10 million qimmat ekan desam, sen bundan ham yaxshisiga loyiqsan dedi. Ha, yer grupadagilar. Menga qara. Mana budjeteraga 400 ming so'm kechab keldimi? Voy, kim bilib o'tiribdi, shuni gapirish shartmi? Voy, kerak emas desam, mana shu mashinani olib beryapti, qaranglar. Rahmat dadasi. Gruppaga dadasi. Ha, quloq olsam. Dubayga kishilik bilet olibdi. Yo'q, bormayman desam, qo'yarda qo'ymasa ketyapti. Ha, bo'pti endi, borsak borib kelibsiz-da. To'g'rimi, ha? Ha, Biz yangi chek oldik. Ertadan usta solamiz. Voy, bitsa hammanglarni chaqiraman. Menga qara, xotinlarimizni guruh ochib beraylik, yaqin bo'ladi, foyda bo'ladi deb zarar bo'lyapti-yu. men qadam bilan atiq qilganim yo'q. Uylarim ko'rganmiz, zanjirim ham yaqinda olib ko'rgan. Guruhni o'chirib olaylik.